Ferrari Le Mans'dagi 5 ta poygadan 4 tasida g'alaba qozondi. Xuddi Ferrari'dek fikrlash kerak. Ferrari biz bir kunda ishlab chiqarganimizni yilda ham uddalolmaydi. Biz ular mahsulotiga sarflagan mablag'dan ko'prog'ini qahvaga ishlatamiz. Ulardek fikrlashimizni xohlayapsanmi? Enzo Ferrari barcha davrlarning eng buyuk avto ishlab chiqaruvchisi sifatida tarixda qoldi. Nega? U hammadan ham ko'p mashina ishlab chiqargani uchunmi? Yo'q. Uning mashinasi qanday ahamiyatga egaligi tufayli. G'alaba. Ferrari Le Mans'da zafar quchyapti. Odamlar bu g'alabaga daxldor bo'lishni xohlaydilar. Ford belgisi g'alabaning sinonimiga aylansa nima bo'ladi?